Bugungi kun xayrli bo'lsin. Instagram orqali ancha bo'ldi suhbatlashmaymiz. Hozir aeroportga kelganman. Power High School maktabimizni o'quvchilaridan ayrimlarini kuzatish uchun chiqqanmiz. Aeroportda turibman. Xo'p, bir ikkita mulohazali mavzularda bir 10-15 minut sizlar bilan gaplashmoqchiman. Mavzulardan biri axborot maydonidagi bo'layotgan jarayonlar. Axborot maydoni ba'zi siyosatchilarning ta'rifi bo'yicha 4-hokimiyat rolini o'ynaydi. 4-hokimiyat boshqa hokimiyatga, sud tizimiga, prokuratura tizimiga yoki ichki ishlar tizimiga, xususan davlatchilikka o'zini ta'sirini o'tkazish xususiyatiga ega. Chunki axborot vositasi qo'lida bo'lgan blogerlar, jurnalistlar xalqning fikrini shakllantira oladi. Xalqning fikri shakllangandan keyin o'sha xalqning fikri boshqa tizimlarga bosim o'tkaza oladi. Buni biz hayotimizda ko'p ko'rganmiz. Bir paytlar so'z erkinligi yo'q edi. Odamlar ya'ni uyushib bir fikrni aytib, hech qanaqa bosim o'tkazish imkoniyati yo'q edi. Sabr qilib yashalardi. Shavkat Miromonovich siyosatida ochiqlik siyosati yuzaga chiqqandan keyin ochiqlik siyosatidan ijobiy tomondan foydalanishlar bo'lishi bilan birga salbiy foydalanishlar ham yuzaga kelyapti. Qo'lida mikrofoni bor, ma'nolimi, ma'nosizmi gapirishi bilib bilmaydigan odam ham o'zidan bloger yasab olyapti. Chiqyapti, masalan, bittasi mana bu ikkita begona, bitta maktab direktori bilan soliq inspeksiyasini rahbari qaysidir xizmat uyida qip-yalang'och qo'lga tushyapti. Va ular bu muammoni ichida o'ralashib qolib, uni tergovga olib borib, surishtiruvga olib borib, qo'yib yuborgandan keyin ana u xotin mahallasiga sig'mayapti. Eridan, akasidan, boshqadan kaltak yeyapti. Nima qilishni bilmayapti-da, prokuraturaga ariza yozyapti. Prokuratura arizani ko'rib chiqib, yo'q, xodimlar hech qanaqa jinoiy ish qilmagan, tekshiruv olib borgan deb qo'yib yuboryapti-da, ana u xotin nima qilishni bilmayapti. Keyin borib El-Tuzga xabar jo'natyapti. O'zimni o'ldiraman, aqlim hushim joyimda. Birinchi videosini ko'rsanglar, o'sha yerda soxta yig'laganini, o'zi nima yesa yeb, sasib qolganini sezsa ham, lekin nima qilib bo'lsa ham shu botqoqdan boshqalarni ham o'zi bilan birga tortib olib kirib ketishligini ifoda qilib El-Tuzga yalinyapti. El-Tuz Shuhrat Bobojon, Qudrat Bobojon, Hikmat Bobojon, allanima Bobojonlar. Shuhrat Bobojonlar gey paras. O'zini millatini, o'zini xalqini sotgan odamlar. Qo'pol qilayotganda odamlar. Masalan, erkakchilik bo'yicha ham hayotda o'rni yo'q. Musulmonchilikka-ku mutlaqo yaqin kelmagan odamlar. O'zini millatini sotgan odamlar, o'zini xalqini sotib, shuni orqasidan hozirgi kunda chetga chiqib olib, informatsiya buni unga qoralab, undan bunga pul olib, shantaj qilib o'tiradi. Shunga chiqqan. Keyin u post qo'ygandan keyin bu ayol, o'sha direktor Kunuzga kelgan. Kunuz vaziyatni o'rganib ko'rmasdan urildi, tepildi, ichki ishlar tomonidan yechimtirilib, ularni zino qilgan sahnasi yaratildi qilib, ana u xotinni mazlum qilib yasab bergan. Tamomiyla surishtirish tugab, hamma narsa yopilgandan keyin Kunuz bir ya'ni mavzuni yoritgandan keyin xalq ichida fikriy birlik paydo bo'lgan, u xotinga hammani rahmi kelisha boshlagan. 2,5 million, 3 million prosmotr, qaytadan sud jarayonlari boshlangan, ikkita xodim ishdan ketgan, qamalgan va sud jarayonlarini ko'rdinglar. Axborot bosimini ta'siri deyiladi shuni. Chunki
ichki ishlar xodimlari yig'lab borib bu shantajchi xotinlarga o'xshab o'zini dardini tushuntira olmaydi. Ular qasam ichib qo'ygan. Ular vatanga xizmat qilaman degan qasami bor. O'sha qasamlarini ustida bular bo'pti deb boshiga kelganini ko'rib, qonuniy asosga yurib o'tirdi. Natija nima bo'ldi? Ularni haqiqatda o'sha joyda shaxmat o'ynagani, kirgani isbotlandi. Buni hech kim inkor qila olmaydigan darajaga chiqdi. Ular faqat qonuniy asosda biz xohlasak shaxmat o'ynaymiz, xohlasak bilyard o'ynaymiz. Hech kimni bizga aralashga haqqi yo'q. Xohlasak yalang'och yuramiz, bizning haqqimiz deb chiqib ketdi. Qonuniy asosda ularni qonun mana shu jihatdan huquqlaring bor. Isqirtlar, haromdan bo'lganlar, sanlarning huquqing bor deydi. Qonun shunaqa deydi. Qonunga farqi yo'q. Sud tizimi bu qazoan tizim deyiladi. Qonunga ko'ra bir odam mana shu holatda xizmat uyida bemalol shaxmat o'ynashligiga birovi aralashishga haqqi yo'q deydi, gap yo'q. Lekin diyonatan degan narsa bor. Xalqni hissiyotiga o'ynab, mana shu voqealarni yoritgan 3 ta yoki 4 dona bloger butun boshli xalqni fikrini o'zgartirib yubordi. Ana xotinni mazlum qilib yasab, uni timsoh ko'z yoshlarini mazluma ko'z yoshlari deb shunaqa qilishdi. Natija nima bo'ldi? Keyin o'sha mavzular bo'yicha men o'rganmagan edim. Lekin o'rganib ko'rgandan keyin bildimki, bu joyda noto'g'ri ketyapti. Diyonat yuzasidan gapirdim. Men sudya emasman, sudlarni ishini oqlab qoralaydigan huquqim ham yo'q. Unda nima dedim men? Bu fahsh zino hodisalari tarqatmanglar dedim. Chunki juda ko'p odam menga tashladi shuni. Bizni kuzatuvchilarimiz ko'p, yoshlar ayniqsa, yosh yigitlar, qizlar shu masalalar bo'yicha nima qilaylik, qanday pozitsiya tutaylik? Chunki yoshlarning ko'pchiligi o'sha ijtimoiy tarmoqda bo'layotgan hiyla makr nayranglarga aldanib qolmasligi uchun maslahat so'raydi. Bu yaxshi bu. Va bizni ba'zi tahlillarimiz to'g'ri chiqqanligini, men nima degandim degan kitobimizni o'qiganligi uchun bizdan so'radi. So'ragandan keyin aytdik biz ularni. Bu noto'g'ri narsa. Bular shaxmat o'ynagan, rostdan o'ynagan. Bilyard o'ynagan, faqat toshini tushira olmay turgan bir-biriga. Ana ular kirib xalaqit qilgan. Dedik, keyin boshlandi-yu. Nimaga sen bu voqeaga aralashasan? Nimaga sen bu narsalarni yoritasan? Chunki ular maydonni o'zi egallab olgan edi. Bulardan bittasi Sirojiddin Mediya. Maydonni egallab olgan, sudda qatnashadi, tashqariga chiqadi, sudda bo'layotgan hodisani xalqdan bekitib, yechintirilgansiz. Ichki ishlar bularni yechintirdi qilib, mana shunaqa tuhmatni tarqataverdi. Biz gapirsak bizni tarafkash qildi. Ichki ishlardan zakazga ishlayapti dedi. Yo, biz xalqni zakazga ishlayotgan edik. Xalq bizdan so'ragan uchun yoritgan edik. Axborot maydoni muhim do'stlar. Endi yana bitta hodisa, u voqea tugadi. Endi Sirojiddin Mediya qamalgan, boshqa hodisa bo'yicha qamalgan. Albatta men e'tibor bergan bo'lsanglar, uni qamalganidan xursand ham bo'lganim yo'q. Rahmim keldi. Alloh unga najot bersin. Qonuniy asosda jinoyat qilmagan bo'lsa, yengillik bo'lishini so'rayman, gap yo'q. Lekin axborot maydonida bunaqangi makr qilganlarga qarshi to'g'ri gapni gapiradigan shaxsiyatlar ham kerak. Endi qarang, MTRKni bir xodimi o'zini rahbarini ustidan Eltuzar, eski nomi Eltuz, hozirgi nomi Eltuzar. Eski nomi Ket, hozirgi nomi K.T o'zgartirgan. Shularga shikoyat qilib xat yozibdi. O'zbekistonda axborot maydonida O'zbekiston siyosatini, O'zbekiston xalqini, ya'ni ichki tuyg'ulari, hissiyotlari, hayoti, siyosiy, ijtimoiy voqealarini yorituvchi axborot markazi Eltuzarni qozi qilyapti o'ziga. Menga bir ovoz kelib tushgan edi. O'sha Shuhrat Bobojon bilan O'zbekistondan bir yigit gaplashyapgan edi. Telefonda.
o'sha yozib olgan, kelgan. Ko'pchilik biladi buni. Mana shu ijtimoiy tarmoqdagi ko'p odamlar biladi. Ularga yetib borgan. Oshkor qilishmayapti. O'rni kelganda men oshkor qilib yuboraman baribir. Ko'rasizlar uni. Shuhrat Bobojon tashqarida turib, ichkaridagi davlat xodimlarini axboriy ma'noda bosimga olib, ularni o'zini aytganini qildirishga harakat qilyapti. Palonchi bor-ku deyapti, ha, meni aytganimni qilmasa undoq qilaman. Pistonchi bor-ku, meni aytganimni qilmasa bundoq qilaman deb tashqaridan turib parallel davlat, rasmiy o'zimizdagi davlatning yonida parallel davlat o'yinini o'ynayapti. Shuhrat Bobojon. O'sha suhbatda, "Alo, Shuhrat aka yaxshimisiz?" deganda Shuhratning ovozi eshitilyapti. Sirojiddin bo'pti gaplashamiz, deyapti, telefonni qo'yib, keyin bu bilan gaplashyapti. Ya'ni ichkaridagi blogerlarni bir qanchalarini tashqarida tasmasini ushlab turganlar bor. Endi O'zbekistondagi rasmiy axborot markazi o'zini rahbari ustidan Eltuzni qozi qilishga harakat qilishi o'ta sharmandalik ish. O'ta sharmandalik hodisa. U sizlarga qozi bo'lib nima qilib beradi? Ke bo'lsa, haromdan hazar qilmaydigan odam bo'lsa, ular millatini sotgan odamlar bo'lsa, rasman ular O'zbekistonga o'sha xiyonat qilgan odamlar bo'lsa, nima olasizlar ulardan? Men shunga hayron bo'ldim. Axborot maydonida vijdonli kadrlarga ehtiyoj katta. Vijdonli kadrlar kerak. Ularni yurishtirishi, hayoti, shaxsiy ishlariga hech kimma anaqasi yo'q. Nima yesa, nima qilsa qilib yuraversin. Lekin vijdonli odamlar xalqni dardi bilan, xalqni g'ami bilan ya'ni dardlanib, fikrlanib yashash kerak. Bizni o'quvchilar keldi shekilli. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu Feruza degan ayol o'sha direktorlarni hodisasini sud jarayonlarida qatnashib samimiy xolis yoritgani uchun o'sha Sirojiddin Media va uni atrofidagi gemoroy, semoroy anu o'g'li tomonidan ket deb e'lon qilingan tashlandiqlar, tirtiqlar hammasi o'sha Feruzaga qarshi bo'ldi. Nimaga qarshi bo'ladi? Feruza ham yoritishga haqqi bor. Abrom Muxtor Alini ham yoritishga haqqi bor shu hodisani. Bitta sallar yoritasanlarmi? Sallar yoritgan gapga ishonishga majburmizmi? Mana shu hodisalardan keyin men o'sha xalqimizni ogohlantirmoqchimanki, ehtiyot bo'linglar. Yana bitta voqea bor, qisqaroq, o'sha 6 bo'ldi. Saudiya Arabistonida O'zbekistondan qochib ketgan, qidiruvda yurgan bir qancha bolalar, yigitlar ijtimoiy tarmoq orqali O'zbekistondagi qizlarini boshini aylantiryapti. Bir qanchasini. O'zim guvohi bo'lganlarimdan bir qanchasi bor. Sizlarga nomini emas, sifatini aytaman. Qisir degan bir bola bor edi, Qisir. Bepusht. O'sha Bepusht Makkaga o'tirib olgan hozir. O'sha joyda O'zbekistondan qizlarni aldab, yetim boqaman men, yetim boshini silayman deb olib borib, nikohlab olib, keyin o'zi Qisir. Menimcha erkak emas. U qizni tomosha qilib, keyin talog'ini qo'yib yuboryapti. Talog'ini beryapti. Undan keyin uni o'rniga boshqasini chaqiryapti. Bir qancha qizlar, bir qancha hodisalar bo'lib yotibdi. Ota-onalar pushaymon qilib yotibdi. Mana shu ham axborot maydonida nazorat yo'qolganligiga bir dalil. Ehtiyot bo'lish kerak ota-onalar, qizlaringizni turmushga bering, gap yo'q. U qatta bo'lsa ham mayli bering, lekin surishtiring. Yuzi, ko'zi maydonda ma'lum bo'lgan odamlar bo'lsin. Ota-onasi tayin, manzili tayin odamlar bo'lsin. O'zi qidiruvda, o'tgan safar aytgan edim, u bitta qizi Turkiyada Abdulloh Genç degan bolaga tegib ketganini, undan keyin
aynan bir xotin menga yozib, meni qizimni ham Abdulloh Gench boshini aylantiryapti deb menga shikoyat qilganligini aytgan edim. U ani birinchi anaqadagi hodisadagi ayol chiqib olib, Shirin degan bir xotin menga tashagan edi. Undoq qilgan, mundoq qilgan, 15 yilga meni qamatib yubormoqchi bo'lgan tuhmatlarni qilgan edi menga. Aylanib o'rganib, qizini ustiga boshqa qizni olishi boshlagan u. Mayli, u ularni shaxsiy ishida, men bu yerda nimani aytayapman? Baxtning qadriga yetmaganlarga badbaxtlik muborak bo'lsin. Baxtning qadriga yetmaganlarga badbaxtlik yashasin. Yashasin badbaxtlik. Baxtning qadriga yetish kerak. Ko'zingiz ochiq bo'lish kerak. Dunyoda jannat yo'q. Lekin aldanib Makkada ekan, haramda ekan, dinni niqob qilib, qarang, dinni niqob qilib, diniy fon orqali qizlarni boshini aylantirishyapti. Suriyada 2007-yili Abu Qaqo degan bir laqabli imom bo'lgan, xatib. Abu Qaqo. Men maqolasini qilyapman, qo'yaman balki. 2007-yilda u o'sha Suriyani olamiy jihod qilyapmiz biz deb IShID, o'sha qo'li ostidagi ana Juloniy, hozirgi Ahmad Sharni bir ikkita yaqinlari, shularni hammasini da'vatchisi bo'lgan. 2007-yilda buni otib tashashgan. Keyin shifoxonada o'ldi deyishgan, o'ldi deb e'lon qilishgan. Yaqinda u endi soqoli uzun, do'ppila takelada yuradigan shunaqangi da'vatchi bo'lgan. Da'vatini asosiy mavzudi jihod bo'lgan. Hozir endi Juloniyni muxobarotida, xavfsizlik xizmatida bir anaqada